Xo'sh, keyingi modulimiz diagnostika qurilmalarining komponentlari va tizimlari, ya'ni qurilmada ishlatiladigan elektron komponentlar, sensorlar haqida gaplashamiz, aktuatorlar, mikrokontrollerlar va boshqalar. Undan keyingi darsimizda diagnostika qurilmalarida aloqa protokollari va undan so'ng dasturiy ta'minot va ma'lumotlar tahlili haqida gaplashamiz. Bu albatta diagnostika qurilmalarida yuragi hisoblangan elektron komponentlar. Bu modulning maqsadi diagnostik qurilmalarda asosiy komponentlar haqida chuqur va tizimli tushuncha hosil qilish va ularni o'zaro aloqasini amaliyotda qo'llanishini o'rgatishdan iborat. Har qanday diagnostik qurilma bir nechta funksional blokdan tashkil topadi. Bu tizimni asosiy vazifasi tekshirilayotgan obyektdan, masalan, dvigatelda, avtomobil dvigatelini hisobga olsak, ma'lumotlarni yig'ib olish, ularni qayta ishlash va tushunarli formatda foydalanuvchiga, ya'ni injenerga, diagnostga taqdim etishdan iborat. Diagnostik qurilmalarning funksional bloklari oddiy qilib aytganda shu asosiy bosqichlarda ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, ma'lumotlarni yig'ish, ya'ni data acquisition. Bu bosqichda fizik kattaliklar, ya'ni harorat, bosim, tezlik, pozitsiya, shunga o'xshash elektr signallarga aylantiriladi. Bu vazifani asosan sensorlar bajaradi. Undan keyingi ko'rib turganingizdagi holat bu ma'lumotlarni qayta ishlash, ya'ni data processing deyiladi. Sensorlardan kelgan signallar qurilmaning miyasi bo'lgan mikrokontroller yoki mikroprotsessor tomonidan to'plab olinib, uni tahlil qilinib, keyin standartlashtiriladi. Undan keyingi holat boshqarish, bu yerda kontrol, ya'ni tahlil natijasiga asosan tizimga ta'sir o'tkazish kerak bo'lgan mikrokontroller maxsus buyruqlarni aktivatorga yuboradi. Aktivator misol uchun qanaqadir klapanni ochish kerak. Qanaqadir ma'lumot keldi, klapanni ochish kerak. Mana shu kontrol orqali yuboriladi. Oxirgisi interfeys va kommunikatsiya. Bu interfeys va kommunikatsiyada qayta ishlangan ma'lumotlar foydalanuvchi uchun displeyda ko'rsatiladi. Bu uchun yoki Bluetooth, yoki Wi-Fi, yoki USB kabi interfeyslar orqali qurilmalarga, kompyuterga, smartfonga, printerga yuborish mumkin. Shu asosiy bloklar hisoblanadi. Bularning ahamiyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, elektron komponentlar diagnostika, bularsiz diagnostika jarayonini tasavvur qilish juda ham qiyin. Ular fizik dunyo va raqamli tahlil o'rtasida ko'prikni vazifasini o'taydi. Bu nima degani? Masalan, analog dunyodagi ma'lumotlarni, ya'ni sifrovoy dunyoga aylantirib berishadi. Bu yerda sensorlar tizimda sezgi organlari deb tushunsak bo'ladi. Ular agar yo'q bo'lsa, biz dvigatelda harorati yoki g'ildirakda aylanish tezligi haqida ma'lumotni ola olmaymiz. Mikrokontroller esa bu aqlli tizimda bir aql hisoblanadi. U soniyaga minglab operatsiya bajarish qudratiga ega, chastotaga bog'liq. Sensorlardan kelayotgan xom ma'lumotni diagnostik kodlarga, masalan, P0115 degani, masalan, dvigatel sovutish suyuqligi harorati sensorida muammo chiqdi degan kodni berish mumkin. Yoki aktivatorlar. Aktivatorlar tizimning qo'l oyog'i hisoblanadi. Mana sensorlardan olingan ma'lumotga qarab, masalan, aktivator o'ngga, chapga yurishni hal qilib beradi. Ular diagnostika tizim komponentlarini masofadan turib sinovdan o'tkazishga yordam beradi. Masalan, skaner orqali yonilg'i purkagicha, biz farsunka deymiz, ishlab uni ishini tekshirish mumkin. Bu komponentlar birgalikda diagnostik qurilmani aniq, ishonchli va tez ishlashini ta'minlab beradi. Keyingi qismlarda ko'ramiz. Har bitta komponent turi va alohida tanishib chiqamiz ular bilan. Sensorlar tizimda sezgi organlari dedik. Bu fizik yoki kimyoviy kattalik. Bu misol uchun harorat bo'lishi mumkin, bosim bo'lishi mumkin, yorug'lik, masofa bo'lishi mumkin. Shularni o'lchab, uni elektr signaliga aylantirib beradi. Diagnostikada sensorlar real vaqtdagi holat haqida eng birlamchi va muhim ma'lumot manbai hisoblanadi. Endi ularni keling turlanishlarini ko'rib chiqaylik. Chiqish signaliga ko'ra sensorlar quvvat manbai chiqish signaliga ko'ra ikki xil turga bo'linadi. Bu birinchisi analog sensorlar va ikkinchisi raqamli sensorlar. Bular nima farqi bor? Analog sensorlar
chiqishda uzluksiz o'zgaruvchan signal, odatda kuchlanish yoki tok hosil qiladi. Masalan, termistorda oladigan bo'lsak, qarshiligi harorat o'zgarishi bilan silliq o'zgarib boradi. Bu signalni aniq tushunish uchun ADC, ya'ni analog to digital converter kerak bo'ladi. Shu yordamida biz uni digitalga, ya'ni raqamli holatga o'tkazamiz. Keyingi turimiz bu raqamli sensorlar. Raqamli sensorlar chiqishda diskret bir aniq qiymatlar, odatda masalan mantiqiy 0 yoki 1. 0 bu off, 1 bu on holatlarini ko'rsatib beradi. Masalan, eshik yopiq yoki ochiqligini bildirishi oddiy kontaktli bir sensordan foydalansa bo'ladi. Yoki mana ko'rib turibsiz, yorug'lik bor, yorug'lik yo'q. Shu holatlarda ham raqamli sensorlarda turi shular bilan farqlanadi. Farqini yaxshilab bilib olishingiz kerak. Keyin endi sensorlar tasnifi quvvat manbaiga ehtiyojiga qarab ham o'zgaradi. Bular birinchi faol va passivlar kiradi. Faol bu aktiv sensor deganda ishlash uchun tashqi quvvat manbai talab qiladigan sensorlar. Masalan, Hall effekti bor. Sensoriga magnit maydonini aniqlash uchun kuchlanish berilishi kerak, bo'lmasa usiz ishlamaydi. Keyingi sensorlar turlari bu passiv, ya'ni tashqi quvvat manbaiga ehtiyoj sezmaydi, usiz ham ishlayveradi. O'zi signal generatsiya qiladigan sensorlar shu turga kiradi. Masalan, termokapl deymiz, bu terma juftlik deb tarjima qildik. Haroratlar farqi hisobiga o'zidan kichik kuchlanish hosil qiladi. Mana masalan ko'rib turibsiz, shamga agar aqlashtiradigan bo'lsak, o'zidan shu o'lchashimiz mumkin. Yoki piezoelektrik detonatsiya sensori ham mexanik tebranish tebranish orqali elektr impulsini yaratadi. Shu orqali yana biz undan ma'lumot olishimiz mumkin sensor orqali. Ko'rib turganingizdek ikki xil turi bor. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan sensorlar bu avtomobil diagnostikasida keng tarqalganlariga to'xtalib o'taylik. Prosta чтобы bir ikkita misollar ko'rish uchun. Masalan, quyida avtomobillarda eng ko'p qo'llanilgan sensorlar, ularning ishlash prinsipi, diagnostikasi, ahamiyati ko'rsatilgan. Harorat sensorlariga mana termistor kiradi. Bu NTC, PTC turlari bor. Harorat o'zgarishiga qarab qarshiligi o'zgaradigan yarim o'tkazgichli rezistor hisoblanadi. NTC bu negative temperature coefficient. Buni termistorlarda harorat oshsa, qarshilik kamayadi. Dvigatel sovutish suyuqligi ECT va havo harorati EAT sensorlariga keng qo'llaniladi bular. RTD esa bu resistant temperature detector, bu platina kabi metallarda harorati o'zgarishi bilan qarshiligi chizig'i o'zgarishiga asoslangan. Ekranda ko'rib turgan terma juftlik ikki xil metal o'tkazgichni bir uchini biriktirish orqali hosil qilinadi. Harorat o'zgarganda ikkinchi uchida juda kichik kuchlanish paydo bo'ladi. Yuqori haroratlarda, masalan, chiqindi gazlar haroratini o'lchashda shu sensordan foydalaniladi. Keyingi keng tarqalgani bu bosim sensorlari, MAP, ya'ni Manifold Absolute Pressure sensori. Bu dvigatelda so'rish kollektori bor, o'sha yerdagi havo siyraklanishini, ya'ni bosimini o'lchab beradi. Bu dvigatelga kelayotgan yuklamani aniqlashga, yonilg'i miqdorini keyinchalik shu ma'lumotga asosan to'g'rilash uchun kerak. Ko'rib turibsiz, sensor bu yerdan ma'lumotni oladi, keyin miya orqali uni analiz qilib, keyin aktivator yordamida bunga bironta amal bajarish mumkin. Keyingisi barometrik sensorlar bor, keyin yoqilg'i bosim sensori. Yoqilg'i bosim sensori yoqilg'i tizimidagi bosimni o'lchaydi, nasosning ishini va tizim germetikligini nazorat qilib beradi. Endi keng tarqalgan pozitsiya sensorlari, bu yerda TPS, Throttle Position Sensor, bu Drossel zaslonkasini ochilish burchagini o'lchab beradi. Bunda dvigatel boshqaruv bloki EQ, bu ma'lumotlar asosida haydovchi qancha gaz bosayotganini bilib turadi va yonilg'i miqdorini shunga qarab oshiradi. Mana gazni bosdingiz, bu shunga qarab purkab beradi. Crankshaft va tirkak tirsakli vali, bu crankshaft, camshaft deyiladi. Pozitsiya sensorlari bu dvigatelda eng muhim sensorlardan biri. Crankshaft sensori portionda yuqori chekka nuqtasi TDC va dvigatelda aylanish tezligi RPM da hisoblanadi. Shuni aniqlab beradi. Camshaft esa
qaysi silindr siqish taktida ekanligini aniqlashga yordam beradi. Silindrni tasavvur qildinglar, shu portion qaysi birida siqilayotganini aniqlab beradi. Bu ikki sensor ma'lumotlar asosida ECU, ya'ni mashinani shu asosiy miyasi uchqun berish yoki yonilg'i purkash vaqtini shu sensorga asoslanib aniqlaydi. Ekranda ko'rib turibsizlar qanaqa shakllarni. Ko'pincha bu yerda Hall effektidan foydalaniladi. Magnit maydon ta'sirida yarim o'tkazgichda kuchlanish paydo bo'ladi va induktiv aylanuvchi tishli disk magnit maydonni o'zgartirib, g'altakda o'zgaruvchan tok hosil qilish prinsipiga asoslanadi. Buni ishlash prinsipi. Endi yonish sifati bo'yicha ishlatiladigan sensorlar, bu masalan kislorod sensorlari, lambda zond deymiz. Chiqindi gazlar tarkibida qoldiq kislorod miqdorini o'lchaydi. Bu ma'lumot yonilg'i havo aralashmasini sifatini, boy yoki kambag'alligini aniqlashga kerak bo'ladi. Tizim bu ma'lumotdan foydalanib aralashmani ideal nisbatda yaqinlashtirib beradi. Qanaqa turlari bor? Bularda tor diapazonli turlari bor. Faqat aralashma boy yoki kambag'al ekanini aytadi yoki keng ko'lamli diapazonlar bor. Bu aralashmani aniq nisbatini, qanaqa nisbatdaligini ko'rsatib beradi. Keyingisi detonatsiya NOx sensori dvigatel blokiga o'rnatilgan bo'lib, bu yonilg'ini noto'g'ri yonishi natijasida kelib chiqadigan dvigatel uchun zararli bo'lgan detonatsiyani tebranishini eshitib turadi. Ya'ni dvigatelda masalan yonish jarayonida qanaqadir tebranish oshib ketsa, portlash jarayonida bu shuni aniqlab beradi. Bu qanaqa ishlaydi? Bu yerda piezoelektrik effektga asoslangan buni ishlash prinsipi. Mexanik vibratsiya ta'sirida kristal elektr signali generatsiya qiladi. Bu signalni ECU o'qib turadi va shunga qarab detonatsiyani bartaraf etish uchun o't oldirish burchagini kechiktirish mumkin agar vibratsiya kuchayib ketsa. Ko'rib turibsizlar, mana bu ma'lumotlarni olishda bu sensorlarda o'rni juda ham katta. Biz hozir bu turlanishlarni bir ko'rib chiqyapmiz, bu sensorlar qanaqa ishlashini bilish uchun. Bu sensorlardan kelayotgan datani biz ma'lumotda biz aytdik, tirik ma'lumot dedik, ya'ni live data. Bu shu vaqtda o'zida kelib turadigan ma'lumot. Bu albatta buni tahlil qilish juda ham muhim. Misol uchun mana dvigatel qiziganda harorat 95 gradus bo'lishi kerak. Agar 40 va 140 ko'rsatsa, nimadir muammo bor. Sirazi shu sensorda natijasiga qarab biz amal bajaramiz. Yoki qiymatlarda o'zaro bir-biriga bog'liqligi. Masalan, gaz bosilganda TPS, MAF hali aytdik-ku, shu ko'rsatkichlar bir vaqtda mos ravishda ortishi kerak. Bunga qarab ham yana qanaqadir amal bajarish mumkin. Signalni dinamikasi. Misol, sog'lom kislorod sensori signali doimiy tebranib turishi kerak. Agar biron joyda qotib qolsa, sensor eskirgan hisoblanadi va bunga albatta tahlil qilishimiz kerak bu ma'lumotda. Endi mana sensorlarni ko'rib turibmiz. Sensordan kelgan ma'lumot qabul qilinib olindi. Endi buni asosida qanaqa qilib biz bironta amal bajaramiz? Amal bajarishimiz albatta bu yerda bizga aktivatorlar tizimini ijrochi mexanik qismlari bizga juda ham muhim. Agar sensorlar tizimda ko'zi va qulog'i bo'lsa, hozirgidek ko'rib eshitib tursa, aktivator uni qo'l bilan oyog'i, ya'ni ko'zga qarab qayerga urishligini aktivator hal qiladi. Aktivator yoki ijrochi mexanizm deb tarjima qilingan. Bu boshqaruv tizimidan, masalan, shu ECU deymiz, shu paytgacha shu yerdan kelib tushgan elektr signalini qandaydir fizik harakatga aylantirib beradi. Bu hoki bo'lsin mexanik harakat, gidravlik harakat, pnevmatik harakat, shularga aylantirib beradi. Bu nafaqat bu avtomobilda, biz endi misol avtomobilda ko'ryapmiz, lekin ishlab chiqarishda yoki meditsinada ham xuddi shu prinsip. Prosta nimaga biz avtomobilga urg'u berayotganimiz sababi, hurmatli talabalar, ko'pchiligingizni bu avtomobilda asosiy ishlash prinsipidan xabaringiz bor. Shu orqali ko'proq biz aktivator va sensorlar haqida gapirishimiz mumkin, lekin xuddi shu teoriyadagi ma'lumotlar hammasi boshqa turdagi sensorlarga ham tegishli. Aktivatorlarda asosiy vazifasi shu ECU berilgan vazifani bajarish. Masalan, mana yonilg'ini purkash yoki
uchqun berish kerak bo'lsa uchqun beradi yoki benzin bug'larini dvigatelga yuborish. Diagnostika nuqtai nazaridan aktivatorlar juda ham muhim, chunki ular ikki tomonlama boshqaruvni bajaradi. Ya'ni diagnostik skaner yordamida nafaqat sensor ma'lumotini o'qishi, balki ma'lum bir aktivatorda majburiy ravishda yoqishi yoki o'chirishi ham mumkin. Bu nosozlikni aniqlashda yana ham kerak bo'ladi. Keyingi slaydimizda solenoid va motorlar haqida gaplashamiz. Aktivatorlarda asosiy turlari va ishlash prinsiplari. Eng keng tarqalgan aktivator turi bu solenoid. U elektr toki o'tganda magnit maydon hosil qilib, ichidagi metal bu yerda qo'llanilishi hozirgi kunda yonilg'i purkagichlari, injektorlarda, masalan, EQdan kelgan qisqa impuls ta'sirida ochilib yonilg'i purkaydi. Yoki purge solenoid bor. Bu benzin bakidan yig'ilgan yonilg'i bug'larini dvigatel so'rish kollektoriga yuborishga ishlatadi. Yoki variable valve timing, bu solenoid turlari raspredval degan bitta qismi bor. Shu holatini o'zgartirib, klapanni ochilish, yopilish vaqtini to'g'rilab turadi. Ikkinchi turi bu elektromotorlar. Solenoiddan farqi elektr energiyasini aylanma harakatga aylantiradi. Bu yerda stepper motorlarda ishlatiladi. Masalan, shu tibbiyotda ham ko'p mana robot uskunalarni harakatlanishi asosan shu elektromotorlar yordamida stepper motor orqali ishlaydi yoki DC motorlar. Bular oddiy doimiy tok motorlari kiradi bularga. Mana turlar bilan tanishib chiqdik. Endi aktivatorlarda boshqa turlari, ya'ni relay va uchqun g'altaklar haqida gaplashamiz. Relaylar bular kichik tokli signal yordamida katta tokli zanjirni ulab buzish uchun xizmat qiladigan elektromagnit kalit. Masalan, qarang, katta uskunadan masalan kuchsiz tok yuboriladi, chunki masalan qanday tushuntirsam, oddiy katta zanjirli masalan nasos bor deylik, moddiy mana MRT qurilmasini motorini aylantirish uchun katta tok kerak bo'ladi. Bu katta tokni yurgizish uchun u yerda asosiy EQga, ya'ni shu MRTning miyasi orqali katta tokni o'tkaza olmaysizda. U yerdan kichikroq tokni jo'natib, relay yordamida shu katta tokni bir-biriga ulab qo'yib turib, haligi MRTni qurilmasini joyidan siljishingiz mumkin. Shu holatlarda relaylar ishlatiladi. Uchqun g'altaklari esa past kuchlanishli tokni yuqori kuchlanishli impulsga aylantirib beradi. Masalan, shamga uchqun beruvchi transformator kichkina tokdan to'plab turib katta tokka aylantirib beradi. Bu shu ikkita turiga bo'lingan. Endi mana aktivatorlarni ko'rib chiqdik. Bizga endi eng muhim bo'lgan mikrokontrollerlar haqida gaplashamiz. Diagnostik qurilmani barcha komponentlarini bir tizim sifatida ishlashini ta'minlovchi markaziy element. Bu yog'iga endi asosan mikrokontroller deb atayman. Shu bilan bilishingiz kerak. Bu qurilmalarning, shu diagnostik qurilmalarning asosiy miyasi hisoblanadi. Shuning uchun mana bunaqa rasmda ishlataman, чтобы esingizda qolishi uchun. Mikrokontrollerda ikki xil turi bor o'zi. Mikroprotsessor bor, bu MPU, ya'ni faqat hisoblash blok hisoblanadi. Xotira va portlar tashqaridan ulanadi. Kompyuterga o'xshagan. Mana kompyuterda eslanglar, katta protsessori bor, keyin yonida kichkina azu qo'shimcha ma'lumotlari bor. RAM, ROM deyiladi. Bu shu MPU deyiladi. Endi mikrokontroller bor. Mikrokontroller mana hozir ekranda ko'rib turibsiz. Odatda diagnostik qurilmalarda doim shulardan foydalanadi. Nima uchun? Chunki yagona kristalda hamma yo'q ichida bo'ladi. CPU ham, RAM ham, ROM ham, portlar ham bitta mikrosxemada joylashadi. Tasavvur qildinglar, kompyuterda mana hozir chizib ko'rsataman. Kompyuterda mana katta protsessori bor, qurilma, to'g'rimi? Mana shu narsa bor. Ichiga yaxshi e'tibor berib qarasangiz, ichida ona plata bor, motherboard deyiladi. Shu ona platani o'rtasida bitta cooler bor, bilasizlarmi aytdi?
Shu cooler tagida protsessor turadi. Bu CPU deyiladi. Bu mikroprotsessor. Chunki bu faqat protsessor ishini bajaradi. Ya'ni xotira va portlar tashqaridan bunga ulanadi. Bu yerda AZU degan bitta katta lineyka bor. Keyin bu yerda hard disk bor. Qisqasi hammasi alohida unit hisoblanadi. Shuning uchun bularga odatda bundan foydalanilmaydi. Chunki diagnostik qurilmalar o'zi kichkina qurilma bo'ladi. Ichida shu hammasini o'z ichiga oladigan mikrokontrollerlardan foydalaniladi. Mikrokontrollerlar mana ko'rib turganingizdek hamma narsasi o'zining ichida joylashgan bo'ladi. Shuni farqini bilishinglar shart. Endi bu mikrokontrollerlarda masalan ADC va DAC degan analog va raqamli dunyoda o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradigan qurilma bor. Bu mikrokontroller faqat raqamli signallar bilan ishlaydi. Shuning uchun ko'pchilik sensorlar bilamiz analog signal beradi. Masalan, harorat sensori analog ma'lumot beradi-da o'ziga. Aktivatorlar esa ba'zan silliq o'zgaruvchan analog signal bilan boshqarilishi kerak. Bunaqa muammoni hal qilish uchun bizga ADC, ya'ni analogdan kelayotgan ma'lumotni sifrovizatsiya qilib o'zgartirib beradigan ustma kerak, ya'ni analogni raqamli qilib beradi. Sensorlardan kelayotgan uzluksiz analog signalni, masalan 2,5 volt kuchlanish kelayotgan bo'lsa, mikrokontroller tushunadigan raqamli kodga, masalan 512 raqamiga tarjima qilib beradi. Shunda biladi mikrokontroller, ha bu yerda 2,5 volt kelyapti. Chunki tokka qarab bilmaydi u, faqat shu 0 va 1 asosida ishlagani uchun shundan bilish mumkin. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Analog kelsa qanaqadir raqamga aylantirib beradi. DAC esa digital to analog converter. Endi mikrokontrollerdan qanaqadir informatsiya chiqdi deylik, masalan klapanni och degan ma'lumot chiqdi. Masalan raqamli buyruq berdi, masalan 100 raqami. U aktivator 100 ni tushunmaydi. Uni boshqarish uchun biz analog signalga DAC yordamida 1 volt kuchlanishga aylantirib beramiz. Shu chiqqan ma'lumot, ya'ni 1 voltga aylansa, haligi bizning aktivatorimiz, ya'ni motorimiz ishga tushadi. Mana shu ADC va DAC ishlash prinsipi. Shuni yaxshilab farqiga borishinglar shart. Endi boshqa muhim komponentlar haqida aytaman. Sensorlar, aktivatorlar, mikrokontrollerdan tashqari diagnostik qurilmani to'la ishlash uchun yana bir nechta komponentlar kerak. Bular xotira turlari, masalan RAM aytib o'tdim. Bu random access memory, buni bilib qo'yishinglar kerak. Bu tezkor xotira, ya'ni live data rejimida sensorlardan kelayotgan ma'lumot oqimini aynan RAM qayta ishlab beradi. RAMda hajmi qancha katta bo'lsa, qurilma shuncha ko'p ma'lumotni bir vaqtda tahlil qila oladi. ROM bundan farqi bor. RAM bu birozga kompyuteringiz o'chib yonguncha saqlab turadi ma'lumotni, doim saqlab qola olmaydi. ROM esa o'zgarmas xotira. Bu yerga mana haqiqiy fayllaringizni saqlash uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan yozilgan, o'zgartirib bo'lmaydigan dasturlarni shu yoqqa saqlasa bo'ladi. Masalan, shu aytib o'tganimdek, MRT uskunani operatsion sistemasi shu ROMga yoziladi. Bu o'chmaydi, doim shu saqlanib turadi. Keyingisi EEPROM flash, ya'ni qayta dasturlanadigan doimiy xotira bu. Qurilmani asosiy dasturi firmware shu yerda saqlanadi. Chunki bu yerda proshibka qilib turishga kerak bo'ladi. Proshibkani bilasizlar, masalan yangi qanaqadir обновление chiqadigan bo'lsa, shuni o'rnatish uchun aynan shu yerga o'rnatiladi. Kommunikatsiya interfeyslarini biroz aytib o'taman. Qurilmalar hozirgi kunda USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet orqali, Ethernetga yana ham ko'proq to'xtab o'tamiz. Bu set, shu o'zimiz biladigan set orqali ulanishi. Hozirgi kunda qurilmalar shu interfeyslar orqali ulanib kelmoqda. Xo'p, yana bir nechta anaqamiz qoldi, shular haqida gapirib o'taman. Protokollar haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Ko'rib turganingizdek, bu interfeyslar har xil protokollarda ishlaydi. Bu yerda avtomobilda elektron bloki, ya'ni eko miyasi o'zaro gaplashish uchun boshqa qismlari bilan shu protokollar tizimiga ulanadi odatda. Diagnostic scanner. Masalan, CAN, bu Controller Area Network, bunga hali keng to'xtalamiz. Yuqori tezlikda va ishonchli ishlaydigan protokol bu dvigatel transmissiya, ABS kabi tizimlar uchun ishlatiladi. Keyline bu eskiroq, sekinroq protokol, keyin LIN bor, bu past tezlikda ishlaydigan arzon protokol. Bu protokollar nimaga to'xtalyapman? Bu yerda faqat avtomobil uchun emas. Men
Yana qaytaraman, avtomobil orqali tushuntirish osonroq. Lekin bu protokollar barcha juda ham ko'p sohalarda, hatto shu ishlab chiqarishda ham, meditsinada ham hammasida foydalaniladi. Prosta osonroq tushuntirish uchun men shu orqali tushuntiryapman. Hali biz meditsina uskunalari yordamida ham bularni ko'rib chiqamiz. Kan nima bu? Kan bu mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan shu chiziq orqali, shu protokol orqali bizni asosiy kompyuterimiz, mashinani EQsi har bitta ma'lumot bilan ulanadi va u yerdan ma'lumot oladi. Shu protokol deyiladi. Qanaqa ma'lumot oladi, qaysi kodning ichini ma'lumot beradi, shu hammasi shu protokolning ichida yozib qo'yilgan. Bularni hammasini keyingi darslarimizda yana ham kengroq to'xtalib, aynan meditsina sohasida qanaqa foydalanishlariga to'xtab o'tamiz. Xo'p. Keling endi xotima qilib qo'yamiz. Slaydlarimizda biz sensorlar, aktivatorlar, mikrokontrollar haqida gaplashdik. Bildikki, sensorlar bu ma'lumot yig'adi, aktivator harakatga keltiradi, mikrokontroller esa barcha shuni dirijorlik qilib boshqarib turadi. Keyingi slaydlarimizda biz diagnostika qurilmalaridagi mana shu aynan aloqa protokollariga kengroq to'xtalamiz.